Yong'inga tayyormasa edi bozor. Kompensatsiya qoplab beriladimi yoki yo'q? Yo'q, umuman ruxsat yo'q. Kirishga ham ruxsat yo'q, olib chiqishga ham ruxsat yo'q. Hozir Mustang zapravkaga ham o'tib ketib qoldi. Kecha 5-aprel kuni ijtimoiy tarmoqlarda xalq orasida ipodrom nomi bilan mashhur bo'lgan Chilonzor tumanida joylashgan Beshqo'rg'on bozorida yirik yong'in sodir bo'lgani haqida xavotirli video tasvirlar tarqaldi. Yong'in tafsilotlarini o'rganish maqsadida Qalampuruz voqea joyiga yetib keldi. Kamera bilan ruxsat bera olmaydi. To'g'ri tushuninglar. Tarmoqlarda tarqalgan videolarda alanga juda katta maydonni egallagani, bozor hududida esa quyuq qora tutun ustuni osmonga ko'tarilgani ko'rinadi. Qora tutunga to'lib ketgan do'konlardan odamlar jon holatda o'z tovarlarini va mashinalarini olib chiqishga urinayotgani ham tasvirlarda aks etgan. Endi odamlarning gapiga qaraganda tokdan chiqqan deyishyapti, lekin juda katta yong'in bo'ldi. Ancha anaqalar o'sha yuk qo'yadigan nimalar talafot ko'rishdi. Kechqurun 12 gacha ham davom etdi yong'in. Men endi shu fuqarosiman, endi shu yerda biz ham uygacha ham sasib ketdik hidlari. Men bozor qilgan edi, bozorga hech kim kelmagan edi, sklat qilib qo'yishgan, podsklat. Taxminan soat nechilarda boshlandi? Asr paytlarda esimda televizor ko'rib o'tirdim. O'shanda svet o'chib qoldi. Tashqarisidan olov yonyapti. O'shanda yongan ekanda. Ikkita magazin bo'lgan. U boshida edi, ulardan pojar chiqadigan emas. Qolgani hammasi bunday sklat edi. Podsklat edi. Hamma ipodrom deydi, nimalar molni ushlab qo'yadi. Ko'pini moli yonib ketdi shekilli. Haydovchilarning ham ko'p mashinasi yonib ketgan. 2-3tasi yondi dedi. Katta garaj deydi, sразу ochib ketishibdi mana qilib. Hech kim jarohatlanmagan. Ya bitta pojarniy dumalari tushib hushdan ketib qoldi. Odamlar yo'q. O'zi kamera sizlar bilsangiz kerak, hammaning kamerasi mana shu yerda. Tovar qo'yadigan, Abdusahidan olib chiqib, tovarni mana shu yerga qo'yamiz. Lekin oyma-oy pulini kakti to'laymiz biz. Hoji akaga to'laymiz. Oyma-oy lekin narxini oshirib oladi. Lekin mana shu kecha yong'in bo'ldi, soat 3 da yong'in bo'lgan bo'lsa, 3 dan beri mana shu yerda o'tiribmiz hali. Kirgizgani yo'q, nima bu sababini ham bilmaymiz ham, nima bo'layotganini ham bilmaymiz. Hech kim bizga javob bergani ham yo'q. Tovarlaringlarni olib chiqishga ham ruxsat yo'q, umuman ruxsat yo'q. Kirishga ham ruxsat yo'q, olib chiqishga ham ruxsat yo'q. Nima sotadi? Oyoq kiyim. Bitga savdo qilmaysiz, naryo gipermarketga savdo qilamiz, просто bir sklat yonib ketdi. Hali hech kim hech narsani bilmaydi, hech kim javob bergan yo'q bizga hali. Nima bo'lganini ham bilmaymiz, boshqa bo'lganini ham bilmaymiz. O'tiribmiz mana shu yerda qarab, qani kim bilsin, kim kelgan bo'lsa, hali kirgizmayapti, o'sha hal qilgandan keyin kirgizamiz deyishyapti, kutib o'tiribmiz o'shani. ichkarida mashinalar ham yonib ketishgan. Yongan deyishyapti, ko'rganimiz yo'q, lekin yongan deyishyapti. Qancha miqdorda tovaringiz bo'lgan? Meniki bir 35 ming 40 ming orasida bor. Kompensatsiyani qoplab beramiz deyishyaptimi? Yo'q, u narsa yo'q. Ma'lumot yo'q bizga hali. Tovarlaringlarni ro'yxatdan o'tkazishdimi? Qancha tovarlaringiz bor? Yo'q, hali hech narsaga chaqirgan yo'q hali bizda. Yo'q, ma'muriyat chaqirgan yo'q. Biz juda ko'p moddiy zarar ko'rgan tadbirkorlar bilan suhbatlashishga harakat qildik. Biroq ularning ayrimlari intervyu berishdan bosh tortdi. Sababi so'ralganda, ular bu baribir befoyda bo'lishini, yetkazilgan zarar hech kim tomonidan qoplanmasligini aytishdi. Gapirasizmi? Gapiring, mana yongan kuyganmalarni ayting, jabrlanganingizni. Mashinam yongan ishlar. Mana mashinasi yongan, mana jabr ko'rgan bular. Gapirib beramiz. Olib chiqishga uspet qilmadi. Qutqaruvchilar qanchada yetib keldi? Kelganimda o'zi yonib yotibdi, qutqaruvchilar bor edi lekin. To'liq yonib ketdimi mashina? To'liq yonib ketdi. Sizni kirgizishmayapti. Yo'q, kirgizishmadi. Yonayotgan payt kirdim, lekin ko'rolmadim-da. Olov kattaligida. Nima maqsadda qo'yildingiz u mashina? Abu Sahiy ipodrom 50 ming shanba kuni. Ro'zg'or boqamiz, biz ham tirikchilikdamiz. Shunga o'sha yerga qo'ygandim, soya joyda. Keyin oladigan narsalarimiz bor edi, ham bir pastel o'shanga o'sha yerga qo'ygandim. Yonadi deb kim biladi endi? Shanba qo'yib yurgan joyimiz edi. Sizdan tashqari boshqalarning ham mashinasi yondi? 4 ta mashina yongan, Matiz yongan, yana Malibu shunaqa mashinalar yongan. O'lgan haqida ma'lumot yo'q. Shu mollar ketdi, tovarlar ketdi. Orqa tomondagi hamma tovarlar yonib ketdi deyapti. Ha, 100% yondi hammasi. Faqatgina oldi tarafdagi tovarlarni tadbirkorlar ajratish kerak. Men ko'rmadim ularni. Hamma o'zini moli bilan bo'lib yotibdi. Olib chiqqan bo'lsa ham ko'pi olov bilan qo'shib yonib ketdi-da. Ulgurganlar ana ochiq joyga olib chiqishgan. Olov asosan nimadan chiqqanligi ma'lum? Yo'q, ma'lum emas. Hech kim aytmayapti. Bilmaymiz deydi. Yong'inga tayyormasa edi bozor. Biz bu yerdan narsa olishga kirganmiz. Qulayroq joy deb yakshanba kuni o'sha yoqqa qo'ydirib, keyin chiqib ketdik. Chunki patologlar o'zi tushib yotgan edi. Oynalar, eshiklar zo'rg'a turgan edi bozorda. Xavfsizlik choralari
xavfsizlik choralari nol desa ham bo'ladi. Yong'in haqida soat 15:56 da poytaxt favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasiga xabar kelib tushgan. Favqulodda xabar ortidan yong'in qutqaruv ekipajlari voqea joyiga zudlik bilan yetib borib, yong'in soat 18:18 da o'chirilgan. Yong'in joyiga favqulodda vaziyatlar vaziri general-mayor Azizbek Ikromov ham yetib borgan. Ma'lum qilinishicha, ayrim ijtimoiy tarmoqlarda yong'inda jarohat olganlar bor mazmunida xabarlar ham tarqalgan. Biroq vazirlikning bildirishicha, yong'in oqibatida hech kim jarohatlanmagan. Kuni kecha Chilonzor tumanining Beshqo'rg'on bozorida yong'in sodir bo'ldi. Yong'in natijasida bozor hududining 8000 kvadrat metri yonib zararlandi. Qutqaruvchilarning tezkor sa'y-harakati natijasida 3000 kvadrat metrga yaqin maydon saqlab qolindi va shu bilan bir qatorda avtomobil yoqilg'i shoxobchasi 5 qavatli avtoturargoh ham yong'indan saqlab qolindi. Yong'in bo'lgan manzilda 200 ga yaqin Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari, 21 dan ortiq texnikalar va boshqa bir davlat tuzilmaga kiruvchi barcha texnikalar ishtirok etdi. Hozirda yong'in sababi keltirilgan moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda va surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Ortimizda tadbirkorlar yong'indan saqlab qolgan mahsulotlarni ajratish va ularni ro'yxatdan o'tkazish bilan band. Hozircha yong'inning aniq sabablari ma'lum emas. Tadbirkorlarni hozir bitta savol qiynamoqda: kompensatsiya qoplab beriladimi yoki yo'q? Bu savol esa doimgidek ochiq.